Demek büyüme temamız yani tengsizler sistemasını yetiyor. Dersimizde maksadiga e'tibor beramiz. Demek bugungi tengsizliklar yani biri siziqda, ikkinchisi kvadrat tengsiz bo'lgan ikki tengsizlikdan qurolgan juyalarini shechuv deydi. Bitta darsimizda ham bor, quldurliklar bor. Demak, bugungi quldurliklarimiz qancha kim bo'lib nima ekan? Batırlarımız yerimizde Zamin. Ayzanın uçuruz olmasa bugünkü beylik günde yerimizden kuvvetli. Bunun cevabı. 8'sinde diye. Muamele kaysıdır diye. X minus 1 köpeydiren X minus 2 kişiyetten 0. Birden teysimizde geçimi kaysıdır. Hadi kim ölecek? JK. Hadi. Böyle fazlayla yutar. Sonra üçüncüsü. Birinchi adeniy tenglama qilib oldik. Kichik yoki teng x minus 1 kichik yoki teng 0. Bundan chiqadi x kichik yoki teng 1. İkinci holusida x plus 2 kichik yoki teng x kichik yoki teng minus 2 chiqdi. Shuning uchun x minus 2 1 chiqdi. Tengsizlar sistemasida bunday ishlash qobiliyati bor ekan. Shundan birinchi aytay. Juyadagi har tengsizlikning sheshimini topish kerak. Bir. İkincisi, topilgan tengsizlarning sheshimini jeki san saviyasini belgilab kerak. Endi uchinchisida tengsizlarning sheshimlarining qiyg'usi aralıqlari X 2 taqsim 3. Keyin bu tarafdan sonlarından tasmayız. Ben sonlarından çizyapmiz. Qanday o'qib? Ochiq. 2 taqsim 3. Shuni qaysi tomonga ko'rsatyapti? Strega qo'yib unda strega ko'rsatyapti. Qaysi tomonga ko'rsatyapti? Chap tomon. Men chap tomonni nima qilyapti? Bo'yayaptimi? X kvadrat minus 9 teng 0. X kvadrat teng. Bizim pomoç X asli. Aman dediğiniz birlikte işte. Qanchadir mana 11 o'quvchini yoshlarini endi belgilab oldim da. 11 o'quvchini yoshlarini qo'shib turib 11 ga bo'ldik, 24 chiqdi. Endi bu 11 ga bo'ldik 11 o'quvchi yoshlarini. Yoshlarni aniq bilmaymiz. Chunki 24 ni ko'paytiryapmiz 10 ga bo'lganimiz uchun 264 chiqdi. Qani kimlar bugungi darsni tushunadi? Ko'tarib chiqdi. To'liq tushundim. Hozir keyin bizga topib o'tamiz. Boshqa Şu bilan bugungi darsimiz tugadı.